Xo'p do'stlar, Cobalt'lardan boshladik. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Kraskasi top-toza. Ruxsati qancha? 7 oy. 7 oy tonirovkaga ruxsatnomalari bor ekan. Cobalt avtomobilimiz. 4-pozitsiyada avtomat. Necha kayli? 66292, 23-24 ekan. O'rindiqlarda chexollari yo'q, lekin ko'ringlar tashab qo'yilgan. Gazichi aka buni? Gazi bor. Gazi bor. Propanmi? Propan pokoleniya gaz qo'yib qo'yilgan deb aytib o'tilyapti. Xo'p, avtomobilimizning orqa tomonidan ko'rinishi. Pulni necha pul deyapsiz? 11700. 11700 dollar kami bor. Bozor so'radimi aka? Buni ham 2 qilishdi. 11200 qilishdi. Nasiyasichi? Kelishaveramiz. Xo'p, nasiyasini kelishaveramiz. Barteri ham bor, ha? Telefon raqami aytib qo'ying. 91lik 492 32 00 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Cobalt avtomobilimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasimiz tozami aka, kraska? Kraskasi tozami aka? Kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. Xo'p, 22168 kilometr yurgan. Ikkinchi pozitsiyadagi mexanika Cobalt avtomobilimiz. O'rindiqlarda chexollari yo'q, kovrilar tashab qo'yilgan ekan. 2024 dedi-yu. Avtomobilimiz yonboshdan ko'rinishlari. Gazi bormi aka buni? Gazi bormi? Gaz qo'yib qo'yilgan. Hop, pulini necha pul deyapsiz? Bozor qildimi aka buni? 12,5 ming atrofida bozor so'radi deb aytib o'tilyapti do'stlar. Cobalt avtomobilimiz. Nasiyasi bormi aka, faqat naqd pul sotasizmi? Telefon raqami aytib qo'ying. 93 444 47 57. Xo'p do'stlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Metan gaz ballonlar o'rnatib qo'yilgan ekan. Cobalt avtomobilimiz. Navbatdagi Cobalt avtomobilimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi top-toza 48000 kilometr yurgan deb aytib o'tilyapti. To'rtta yumshoq holatda ballonlari bor ekan, 48465. Pozitsiyamiz to'r, avtomat. O'rindiqlarga chexollar tashab qo'yilgan, kovrig yo'q ekan. Texnik holat qanaqa? Ishi yo'qmi? Hadovoy motorlarda. Gazi bormi? Gazi bor, propan pokoleniya. Propan pokoleniya gazi qo'yib qo'yilgan. Xo'p, pulini necha pul deyapsizlar? 12300 dollar kami bor. Bozor so'radimi? Hali so'ragani yo'q. Xo'p, nasiyasichi, barterichi? Bor. Nasiyasi qancha vaqtga? 3-4 oyga bor. 3-4 oyga ajdaniyasi bor ekan, Devo mashinalarga barteri bor ekan. Telefon raqami aytaylik. 88 88lik 766 766 37 Keyingisichi? Keyingisi 19 mexanika. 2019-yilda ishlab chiqarilgan mexanika avtomobilimiz. Tonirovka necha oy? 8 oy. Tonirovkasiga 8 oy ruxsatnomasi bor deb aytib o'tilyapti. Aytib o'tilgandek mexanika 108289 kilometr yurib o'tibdi. O'rindiqlarga chexollar tashab qo'yilgan, kovrilari ham bor. Texnik holatida ish yo'qmi? Gazi metan. Bu ham shu 2-3 oyga ajdaniyaga chiqadi, barteri bor, ha. Yana bir telefon raqamini qaytarib qo'yamiz. 88 766 37 raqamiga aloqaga chiqasizlar do'stlar. 9700 dollar kami bor deb aytib o'tilyapti. 2-3 oyga ajdaniyasi bor. Dev mashinalarga barter bo'ladi. Texnik 20-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa? Orqa krilo. Bitta detalmi? Bitta detal. Orqa krilodan. Balon holatdan ko'rinishlari. Ruxsatnomasi necha oy ekan? Deyarli tugadi deb aytib o'tilyapti. 201,147 kilometr yurgan. Mexanika ikkinchi pozitsiya. O'rindiqlariga chexollar tashab qo'yilgan, ko'rigi bor. Gazi bormi aka buni? Gazi bor. Metanmi, propanmi? Metan gazi qo'yib qo'yilgan ekan. Hop, avtomobilimizni orqa tomonidan ko'rinishlari.
Texnik holatida ish yo'qmi aka? Yo'q, yo'q. Pulini necha pul deyapsiz? 9,5 ming dollar kami bor deb aytib o'tilyapti. Aka bu nasiyasichi? Qanaqa nasiya? 6 oy, 7 oy, 1 yilga bo'lib berishga. Faqat naqd pulgami? Dehqonchilik, tirikchilikmi? Dehqonchilik, dehqon akamizdan ekan. Bitta telefon raqami aytaylik. 99lik 049 63 94 raqamiga aloqa chiqasizlar. Deyarli yangisidan so'ragan do'stlarimizga 2024-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Toza. Kraskasi top-toza. To'rtta yumshoq baloni bor ekan. Gazi qanaqa aka? Metan propan? Propan 90 talik. Akalina propan 90 talik deyapti. 26958 kilometr yurib o'tibdi. Bardachi o'yili ochilib qolibdi. Xo'p. O'rindiqlarga chexollar tashlanmagan, lekin ko'riklari bor ekan. Avtomobilimizni orqa tomonidan ko'rishlar. Pulini necha pul deyapsizlar? 12,5 ming dollar kami bor. Bozor qildimi aka buni? Ha. Qancha qilishdi? 12 qildim, emas. 12 ga bermadilar. Texnik holatida ish yo'qmi? Motor hadoylar joyidami? Yo'q joyda. Yangi mashina. Xo'p. Nasiyasichi? Bilan 1000 yetmasa, bir oyga. Bir ming bo'ldi. Do'stlar, biror oyga 1000 yetmasa, ajdaniyasi bor deyapti. Barterchi? Barter ham bormi? Yo'q. Barter yo'q. Dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Tirikchilikda akamiz ekan. Xo'p, faqat naqd pulga ekan deyarli. 1000 dollar yetmasa, biror oyga beramiz deb o'tyapti. Aka, telefon raqami aytaylik. 93lik 393 393 03 03 37. 37 raqamlarga aloqa chiqasizlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Navbatdagi Cobalt avtomobilimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan. 80 ming kilometr yurdi deb aytib o'tyapti. Balon holatdan ko'rinishlari. Kraskasi qanaqa? Ikkita detalmi? Orqa eshik bilan kriloda deb aytib o'tyapti. Ikkita detal. Assalomu alaykum. Rahmat. Yurgani qancha dedingiz? 80 ming kilometr. Yana bir qator so'rab qo'ydim. Esdan chiqib qolmasligi uchun. Xo'p. Orqa tomonga chexollar tashab qo'yilgan sidinada, oldilarida yo'q, ko'riklari bor ekan lekin. Gazi qanaqa? Benzinda yurganmi? Pulini necha beramiz? 9,5 ming dollar kam bor. Bozor so'radim aka. Hali bozor so'ragan yo'q. Dehqonchilik, tirikchilikmi? Tirikchilikdagi akamiz ekan. Bo'ldi aka, hozir mashina. Xo'p. Aka, buni nasiyasichi? Nasiyasi bormi? Qancha vaqtga? 1 yilgacha chiqaveradi. Qancha pul bor aloqa chiqsin? Kami 3 ming. Hujjatlari ham bitaverar ekanda. Tushunarli. Telefon raqami aytib qo'yaylik. 97lik 992 47 raqamiga aloqa chiqasizlar. 3 ming dollar puli borga 1 yilgacha variantga chiqadi deb aytib o'tyapti. Cobalt avtomobilimiz. Xo'p, do'stlar, 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi top-toza. 2020. 2020-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi top-toza. Balon holatdan ko'rinishlari yaxshi holatda ekan, balonlar jamoa yomon emas. Xo'p, 200,661 kilometr yurgan Cobalt avtomobilimiz. Ikkinchi pozitsiyada o'rindiqlarga chexollar tashab qo'yilgan. Korobkasi mexanika, ko'riklari bor. Gazi qanaqa? Metan gaz. Yo'q, shart emas. Benzin metan, tushunarli. Pulini necha bilyapsiz? Pulini 9,5 kam bor deb. 9,5 ming dollar kami bor. Bozor so'radim. So'radi. Qancha qildi? 900 qildi. 9 qildi. Xo'p, tushunarli. Varianti bormi yo'qmi? Variant yo'q. Variant yo'q, faqat naqd pul sotasiz. O'zim nomimda. Tushunarli. Gench qo'radi, ha? Bo'lgan. Generalni beraverasiz? Ha, beraman. Ha, gench qo'radi ekan. Telefon raqami aytib qo'yaylik. 93lik 93lik 441 441 45 18. 45 18 raqamlarga aloqa chiqarasiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi-chi? Kraskasi yonlarida bor. Nechta detal? Oldi orqasi butun. Nechta detal? Yo'q, necha foiz deymiz? 20%. 20% atrofida kraskasi bor. Rasxodlari yo'q. Xo'p, texnik holatida ish yo'q, ha?
2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobilimiz. 431.117 kilometr yurib o'tibdi. O'rindiqlarida chexollari bor, ko'riklari ham tashlab qo'yilgan. Gazi qanaqa? Metanmi? Metan gaz ballonlar qo'yib qo'yilgan. Puli yengil bo'lishi kerak. So'rab o'tamiz. Puli necha pul deyapsiz? 6700 deyapmiz, kamaytirib beramiz. 6700 dollar kami bor. To'rtta yangi yumshoq ballonlar bor ekan. Buni nasiyasi bormi, faqat naqdli sotasizmi? Bitta tushirib beramiz. Bozor so'radimi aka? Bozor endi so'rashyapti. Qo'l qisgani qancha bo'ldi? Nechta bermadingiz? Unaqasi bo'lmadimi hali? Xo'p, telefon raqam aytib qo'yaylik. 6000 so'rashab berganimiz yo'q. 6000 gami? 6000 naqd pulga so'rashyapti. Xo'p, telefon raqam aytib qo'yaylik. 33lik 33lik 056 056 03 03 03 03 raqamiga aloqa chiqasizlar do'stlar. 6000 dollar qildi. Bermaydi deb aytib o'tyapti. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 20% atrofi kraskasi bor ekan. Orqa oldi butun deb aytyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqib, yana ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Navbatdagi Cobalt avtomobilimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi aka. Ikkita detalmi? Qolgan joyi toza baraka bo'ladi. Texnik holatida ish yo'qmi? Yo'q, motor rasmida 237 ming yurdi. 237 ming yurgan, texnik holatida ish yo'q. Metan gazlari qo'yib qo'yilgan ekan, a? Aha. Chap tomonda eshik krilo kraskasi bor ekan. Qolgan joyi toza baraka bo'ladi deb aytib o'tyapti ukamiz. Ikkinchi pozitsiya mexanika. Xo'p, o'rindiqlarga chexollar tashlangan, ko'riklari yo'q ekan. Xo'p, balon holatlarini ko'rsatdim. Balon holatlarini ko'rsatib o'tdim. Orqa tomondan ko'rinishlari. Puli nech pul deyapsiz aka? 7,5 ming. Bozor so'radimi? Bozor ham so'ragan. Tirikchilik, dehqonchilikmi? O'zingiz mashinangiz. Gench qo'radimi? Yo'q, yo'q. Faqat sotib olish, o'tkazib olishmi? O'tkazib olish sharti bilan sotilar ekan. Faqat naqd pulga sotaman deyapsiz. Yana bitta narxini qaytarib qo'ying-da aka. 7500 deyapti. 7500 dollar kami bor. Do'stlar, ikkita detalli kraskasi bor ekan. 7500 dollar kam bor deb aytib o'tyapti. Bu tomoni yaxshiroq o'xshadi. Nari tomonga nisbatan yo bir xilmi? Mayli, menga shunaqa tuyulgan bo'lishi mumkin. Aka, telefon raqamini aytib qo'yaylik. 94lik 94lik 664 664 82 82 72 raqamiga aloqaga chiqasizlar. WhatsApp, Telegram mana shu nomerda bor ekan. Yil nechi? Bu 20. 2020 kraskasichi. Keyinchi. Sapachoyda bir g'arishga yaqin kraskasi bor, qolgan joyi toza deb aytib o'tilyapti do'stlar. 4-pokoleniya propan qo'yib qo'yilgan ekan. Probegini ko'rsatib o'taman. 187.867 kilometr yurib o'tibdi. O'rindiqlarga chexollar tashlangan, ko'riklari ham bor ekan. Avtomobilimiz orqa tomondan ko'rinishlar. Puli nech pul deyapsiz? 9,5. Bozor qildimi? Bozor so'radimi? 9 ga bermadinglar. Nasiyasi-chi? Faqat naqd pulgami? Gench ko'radi, ha? Telefon raqamini aytaylik. 93lik 886 52 52 raqamiga aloqa chiqasizlar do'stlar. Mashinani olib kirib qo'yading. Boshqa joy toza. Qolgan joylar toza deb aytib o'tilyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. 2020-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Cobalt avtomobilimiz kapotda petnosi bor deb aytib o'tilyapti. Qolgan joyi toza. Balon holatdan ko'rinishlari, to'rtta yumshoq balonlari bor ekan. Avtomobilimiz yurgani 270.495 kilometr yurib o'tibdi. Salon holatdan ko'rinishlari, pozitsiyamiz 2, mexanika. O'rindiqlarga chexollar tashlangan, ko'riklari ham bor. Gazimiz qanaqa ekan? Metanmi? Puli nech pul deyapsiz? 9,5 ming dollar kami bor. Keyingisichi? 2015 kraskasi? 30% kraskasi bor. 30-40 kraskasi bor. Puli nech pul deyapsiz aka?
tushib beramiz. 6,5 ming dollardan tushib beramiz deb aytib o'tilyapti. Monitorlar qo'yib qo'yilgan ekan. 215.302 kilometr yurgan, ikkinchi pozitsiyadagi Cobalt avtomobilimiz. Salonlarga chexollar tashlangan, ko'riklari bor. Balon holatdan ko'rinishlari. Gazi metan, propanmi? Metan. Xo'p, narxini aytdik, probellarni aytdik, kuzovini, kraskasini aytdik. Telefon raqami aytaylik. 90lik 143 7557 raqamiga aloqa chiqasizlar. Ikkala Cobalt bitta odamdan akalar. Puli yengilidan so'ragan do'stlaringizni jo'natib qo'yasizlar.